Köp qismliq ovozliq asar Qo'shkizaklarning taqdiri 3-qism. Shunda qilib aradan yana necha kun o'tdi. Noydiki tuqqunimiz bizni ishki qizlar yolg'iz qoldinglar, biz bilan ketinglar deb bizni elib, noydikiovat yerga joylashgan isil qo'rug'iga elib keldi. Men azaldan bunda hashamatlik uyda turib baxmag'ashqa sal qo'rinib qoldim. Keyinchi bu yerga ko'nib qoldim. Keyin Qodir bilan aloqalashmadim. Shunda qilib bu yerga kelgilimi bir oy bo'lay dedi. Tamoq yegim kelmaydigan, tamoq yesam ko'nglim elishdigan bo'lib qoldim. Buni ko'rib ocham menga qarab qo'ydi. Biroq hech nima demadi. Keyin heliq sodigar bola meni izlab noyigimi kep mening bu uyda turdiganligimni bilib, necha kun cho'gilab yurib, ochamdan gap kirgizibdi. Ocham meni bir qatim chiqib ko'rishib kelishimni aytdi. Ammo men unimay turib oldim. Oxiri ocham menga ochiqlab ketdi. "Hay, qachongacha o'zingni aldab yurmoqchisan? Xiyolingda sen o'zingni rostila muhabbatlashyapman deb o'ylab qopsan-da. Menga qara, hozir sen ig'ir-oyiq bo'lib qopsan. Bildingmi? Obdan o'ylan. Avu qo'rsqongdagi baliga dodi bo'lmas bo'lmaydi. Endi Qodirdan umidingni o'z. Akbar seni bek yaxshi ko'radi ekan. Shuni kayningdan musha yerga izlab tepibdi. Sen degan qiz bola. Aygul achamni yo'ldishining oldida yerga qarab qolmasin desam, mushundoq maydisiga urib seni olamaydigan Qodirning yo'liga qarab o'ltir. Ocham shundoq ochiqlab chiqib ketdi. Men ochamning qo'zg'ongdagi balonga dodi lozim deganini anglab, qoyimi qupla qoldim. Ham o'zimdagi g'alitlikni amildorlikning alomati ekan-da deb jazmlashtirdim. Ochamning bir qancha qatim ochiqlab, yana necha qatim yig'lab tushundirishi bilan bo'pti deb ko'rishga chiqdim. Bir diskoxonaga berib o'ltirdik. U ichimlikni menga sundi. Men rahmat deb ichdim. Shunda qilib beshim qayg'andek bo'ldi. Qarsam atis atiganda Akbar bilan bir yotoqda o'rnimdan turdim. Ovozimni qo'yib etib toza yig'ladim. U mendan kechirim so'radi. Ham meni bek yaxshi ko'rdiganligini, meni izlab sarang bo'lay deganligini, mushu ish orqali o'zaro bog'langanligini o'ylab, ichimlikka uyqu dori selvatganligini aytdi. Yig'lab turib, uni toza urdim. U o'zini qochirmadi. Menmu urib yerib yig'lab o'ltirgan joyimda o'ltirib qoldim. Endi men bir buzuq qizga aylandim. Endi sevgilim Qodirga qaysi yuzim bilan qarab, meni eling deyman deganlarni xiyolimdan o'tkazdim. Shu kundan boshlab Akbarga bog'lanib qoldim. Bir oqshom uyga kirmagachga, uyga qandoq kiraman deb Akbarga qaradim. U menga qarab, "Men sizni bekli yaxshi ko'raman. Baribir biz endi ayrila olmaymiz. Men bilan keting" dedi. Shunda qilib amalsiz qo'sqimdagi baliga dodi bo'lmas bo'lmagadek deb ham qaytib kirsam, Aminam ochamga nima deyman? Yana necha oydan keyin qo'sqim to'mpib chiqsa nima deyman deb o'ylab, bu o'zligidan kelgan fursatni chang tutay deb uningga ma'qul bo'ldim. Shunda qilib uning bilan shaharga kirib, bir uyni ijara elib birga turdik. U atigini chiqib kashti kiratdi. Men uyda u kelgich tamoq etib turatdim. O'zim xolimisammu, nima amal? Shundoq kun o'tkazib yurgan kunlarda u pat-pat yo'qib ketadigan, necha kunlab qaytib kelmaydigan bo'lib qoldi. Mening qo'rsqim xeli yo'qnab qoldi. U meni hadisla urdigan bo'lib oldi. Bir kuni mas kelib, meni voy bo'zoq, ko'zimda yo'qol. Bu bola mening emas deb haydab chiqaribdi. Yig'ladim. Qaqshidim. Boshdan oyoq bo'lgan ishlarni o'ylab, ochamga to'limi nafratlandim. Buning sababchisi u deb o'yladim.
Yine Ekber bilen turgan öyge qaytıp geldim. Amalım qancha. Başka baradigan yerim bo'lmasa, nega boraman? Nemeli kun ko'rsam, bola tug'ilg'ich chiday deb o'yladim. Shu xiyol bilan kun o'tkazib, ay kunim to'shib, bir qiz yangidi. Qizimga qarab hamma ko'ngilsizlikni unutib, salomatligimga diqqat qilib, balam uchun qaddimni qaytadan ruslash niyatiga keldim. Shunday qilib kunlarim bola beqish, uy ishi bilan oldirash, kunlarning qanday o'tayotganligini sezmay, qizim 4 oylik bo'lib qoldi. Shunday kunlarning birida ocham qanday topdikin, meni izlab kelibdi. Nimaday? Uni ko'rib shunchalik ochiqim kelgan bo'lsa-mu, chandurmadim. U mendan ahvolimni so'radi. Balani Ekber o'z balasidek ko'ramdi deb so'radi. Qandaqdir birasi gapimizni anglab qoladigandek andikib ketdim. Ham onunga u bola bilan meni bekmi yaxshi ko'radi. Gerçi bek boyashat bo'lmasaqmi, shunchalik xotirjam, xo'shal turmush kechiryapman dedim. Ham uni tezroq qaytib ketgin. Ocham ansirab qolmasin deb qo'g'ladim. U menga qarab qo'ygandan keyin, men hozir u uyda turmayman. Men bir bazmixonada bir qancha do'stlarim bilan shunda xo'shal, erkin, ozoda turmush o'tkazyapman. Bir qancha qizlar bir uyni ijara elib, shu uyda birga turamiz. U uyda sen ketgandan keyin yetimning beshini silsa, odamni lat qiladi ekan. Shuncha jafoda o'tgan ma'u bir nimalarni ichim ag'rib akilib olsam, avu birsi nega ketdikin? Bu yana nemish ko'rsatdi. Voy-yey deb to'la tagashlaridan bir kun uydan chiqib ketgan edim. Boshqalarning oldida kun olmoq tez ekan. Ular bizni baxtim deydi. Biroq yobikaga bermaydi tamoqni. Hay, bo'ldilar. Ishqi hozir ahvolim yaxshi. Amis men ketay. Seni bektasib topdim. Seni endi pat-pat yo'qlab kelaman. deb qo'yib chiqib ketdi. U shuningdan boshlab bira-bira yo'qlab turdi. Lekin uzoq turmayli ketdi. Ekber menga endi ochang kelmasin dedi. Men bu nim deyishimni bilolmay g'angrab qoldim. U menga chekchib qarab ketdi. Hey, gapimni angladingmi yo'q? Ha? Bundan keyin ochang endi uyga kelmasin. Uqdingmi? O sana yana bir boyvachini tunishtirib qo'yadigan o'xshamamdi. Ha? O'z vaqtida-mu-chu u menga sana uy qudirish berishni, shundoq sana erishiladiganligini deb yo'l ko'rsatib, menga seni ilib chiqib bergan. Esandan chiqib ketdimi? Shunga bundan keyin eng yaxshisi ochang endi kelmasin. O shundoq dedi. G'azablandi. Quloqlarimga ishonmay shu vaqtlarni qayta eslab chiqdim. Ham ma'qullik bildirdim. U yanala kelib ketib yurdi. Bir kuni u ocham kelgan vaqtda uning ko'z oldida meni urib, endi ko'zimda yo'qol deb haqoratlab ketdi. Uning urgan toyiqidimi bekerak meni nomussiz, buzuq deyishlari shundoq ochiqimni keltirdi. Ochammu meni man bo'ldi. Birga ketaylik deb beshimni silishi bilan shu ochiqimda oxir uydan chiqib ketdim. U meni tutib olmadi. Qizimni elib ocham turgan uyga keldim. Ocham menga mehribonlik bilan yaralarimga dori surib, yeshimni surtib tasalli berishi bilan bag'rim erib, uni quchoqlab toza yig'lab, barcha dardlarimni to'kib, yengillab qolgandek bo'lib qoldi. Hay, qarindoshlik mehr degan mushundoq bo'ladi ekan. Uningga bo'lgan nafratim endi qarindoshlik mehr muhabbatga almashgan edi. Shundoq qilib shu kundan e'tiboran Ekber bilan ko'rishmadim. Uni bir ikki qatam izlab qo'yib yo'q edi. Menmi uning shu qilganlariga baradigan, meni kapsizligidek yerim bo'lmag'achqa, tishimni tishlab o'tgan bu kunlarda ochamning oldida qilganlari hori kelib, peshimni qiqib uydan chiqib ketgan edim. Endi yenimda ocham bor bo'lg'achqa, boshqa hech ishdan g'am qilmay, qizimni beqib, uyda ocham men boshqa
bila turayotgan qizlar kelgich tamoq qilib turatdim. Ularmi shunda xo'sh bo'lib, rahmat degenicha tamoqlarga ig'iz tegadi. Xeyli xotirjam bo'lib qolg'ashqimi, xeyli samirib, to'lib chiroyli bo'lib ketdim. Bara-bara u qizlar bilan birga o'tirib, yirim qilib qo'yatdim. Bundaq vaqtlarda qizlar meni: "Voy, siz ko'milib qolgan oltinkansiz, jo'ma. Qarang-a, kundan-kun go'zallashib ketyapsiz. Azroqli yasansangiz, yigitlarning ko'zining yig'ini yigida qiz bo'lasiz, jo'ma siz." deyishib ketadi. Bundaq gaplarni anglab, xo'sh bo'lib qolatdim. Ham o'zimcha ashu Akbar degan bir nima bilan o'zimni qiynag'ocha ochamni izlasam-chu deb o'ylab qolatdim. Shunda qilib bu yerga kelgilimi xeyli kunlar bo'lib qoldi. Menmi bir ish qilsam bo'ladi. Qizimmi xeyli cho'ng bo'lib qoldi. Ammo u imidigan bo'lsa, nemishmi qila olayman? Oxiri bir kun bozor aylanib, meva-cheva setishni qaror qildim. Bu xiyolimni ochamga dedim. Ocham bu gapimni anglab, "Bu uyning ijarasini qanchamiz tursak birga to'laymiz. Hozir biz 5 qiz bo'lgandan keyin ig'ir kelmaydi. Tamoq kelsak, qizing hozir kichik, 1 yoshga kirguncha men bo'lgandan keyin boshqa ishni xiyol qilib ketma. Biz degan ochsinglar" dedi. Ham qo'limga 100 yuan pulni tutqizib, "Amsa hozir jiyanchiqonga selib qo'ygan. Yana lozim bo'lsa, menba" deb qo'yib chiqib ketdi. Shu vaqtda onundan shundoq minnatdor bo'ldim. Demisimi bu yeshig'i to'shmagan bolam bilan bir ish qilgan taqdirdimi qizim bek japoda qoladi. Shundoq qilib menmi ilgirgidek yuriyverdim. Ocham o'z ishi bilan bo'lib yurdi. Shundoq qilib qizimmi menmi shu ochamga ig'irimizni selib kelyotdi. Ocham haftada 1-200 yuan pulni beradi. Oradan yana nachay o'tib, qizimning chuchuk dillari chiqib, tamtilab mangdigan bo'ldi. Kunlar shundoq bir ritmda ketayotgan kunlarning birida ocham meni chaqirdi. "Bir ish qilaymikin deb atading. Amis darvozaning oldida bir do'kon bor ekan. Shuni ochamsan. Do'konning ichida bir karvat bor ekan. Qizingmi, uxlasimi qiynab qolmaydi" dedi. Bu gapni anglab, baxo'sh bo'lgan bo'lsam-mu, yana ochamning pulini xashlashni o'ylab, "Ocha, yela Musangbek ig'rimni soldi. Uncha jiq pulni sen nadan topsan?" dedi. U menga qarab, "Pulning ishidan g'am qilma. Men bo'lgandan keyin o'zim hal qilaman" deb bir necha kun yo'l mangib, menga bir kichik talla do'kon ochib berdi. Do'konning sodasi xeyli yaxshi edi. Men do'konda bo'lgan sodaning pulini kunda yig'ib mangatdim. Shunda qilib, kechlikimi mushu do'konda yetib qolatdim. Keyin xaridorlarning say ko'ktat akilib qo'ysa, oladiganlarning ko'pligini anglab, say meva-chevalarni akilib qo'ydim. Bir kuni ko'ktat bozorda ko'ktat elib olsam, bir tonish ovoz meni chaqirdi. Qarab qaytib qoldim. Chunki u ya'ni mening umrlik tunji sevgilim, qizimning dadisi Qodir qizimni ko'tirib turadi.